يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik qarindosh birodarlarimiz, bu qatımki dersimizga yine hoş kelibsizlar. Bizninki bu qatımki dersimiz haj tamattu'ninki ustida to'xtalamiz. Oldingi dersimizde haj ifrat, haj qironninki ustida to'xtalgandik. Ya'ni haj 3 qism bo'ladi endi. Ya'ni oldingi dersimizde dedik. Haj ifrat, haj tamattu, haj qiron. Ya'ni haj qilmoqchi bo'lgan odam jazman buni farq etib olish kerak, bilish kerak. O ihram bağlab yugurib berib unda qilish bu deganda to'g'richa bo'lmaydi endi. Biz endi shu jafo tortib shunda qilmoqchi bo'lgan, haj bo'lgandan keyin jiroq yerdan kelib, mushundaq pul iqtisod chiqim qilib, mushuna uydan ayrilib qilgan mushuna bir ibodat bo'lgandan keyin jazman mana bu ibodatninki tafsiliy ahvolini bilishimiz kerak. Endi oldingi darsimizda haj ifratdan haj qironninki ustida to'xtaldik endi. Haj qiron mayli ifrat olsun, mayli tamattu olsun, mutlaq afzal deganliginiki ustida to'xtaldik. En afzal haj 3 hajning ichida haj qiron. Yani oldingi darsimizda dedik. Endi ikkinchi bir haj, uchinchi xil haj, haj tamattu. Mana bu haj tamattu, haj ifratdan afzal. Yani bir odam qaysi hajni qilaman desa, eng yaxshi bu odamniki haj qiron qilgani yaxshi. Agar uning imkon bo'lmasa, men ham haj qiron qilib qolsam, o çağda o mesela ömrünü kıp boğandan keyin ihramdan çıkmaykenmen, yani 10-15-20 gün vaqt varken anğıça ihramni işi tuturup hata işi kıp koyuşum mümkün. Bunu kartanlığı man cinayet ötküsüp kalışım mümkün deydiğen munda bir ahvalçu olmaydı, değil olmaydı hem de. Eğer onda hop qalan vaqtın üzüden bu adam kan yaxşı, haj tamattu qilgan yaxşı. Eğer o adam haj tamattu, haj qironni qilishga imkoniyati yo'q. Yani o adam yani Arafat günü ya ki etgellik diyen gününün üzüden çıkıp gitti bu adam. Haremge kelgen bolsa bu adamın nispeten mene haj ifratın başka bir hajni qilish imkanı yok. Çünkü ömrünü kılaman dese vaqt yok. Şu kelgen mana uttul Arafatga chiqish kerak. Ana olgandaki bu adam haj ifratni qildi, shuna bo'lsin endi. Bu hajniki ichidagi 3 hajning ichidagi eng afzal haj qiron. Unidagi qolsa unidagi haj tamattu. Eng tövne yani haj ifrat. Biz endi haj qironninki ustida to'xtaldik, hozir endi haj tamattuninki ustida to'xtalamiz. Haj tamattu degan endi foydalanish, hajji, manfaat oladigan haj degan bunda bir gap bo'ladi. Endi bu haj tamattu degan nima? Ya'ni haj tamattu degan bu odam shu miqatga kelgan vaqtda yiliq ishlarni qilgandan keyin ko'nglida endi shu hajni qilmoqchi, oq kiyimni kiydi, hamma ishni qilib bo'ldi, junub bo'ldi, namoz o'qib bo'ldi. O'qib bo'lgandiki bu odam shu ihrom bo'lgan vaqt o'zida agar u odamning niyatida haj tamattu qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu odam darhol shu yerda umrga ihrom bog'laydi. Ya'ni Allohumma inni uridu umrata Allohumma yassirhu li va taqabbalhu minni deb men ey Alloh umr qilishni men iroda qilyapman. Bu ihromda umr qilishni iroda qilaman. Ey Alloh buni qabul qilsa va osonlashtirsa degan bu duoni qiladi. Qandikin bu adamın özü bu haj tamattu qilmoqchamdi. Bu ihrom bog'lagan vaqt o'zida haj oylariniki ichida bo'ladi endi. Haj oylarining ichidan, ya'ni Shavval, Zulqa'da degandek, mushu oyniki ichida bu odam meni miqatda turib faqatla umrga ihrom bog'laydi endi. Haj qo'shib emas. Agar haj deb qolgan bo'lsa, haj qiron bo'lib ketadi endi. Umrga ihrom bog'laydi. Umrga ihrom bog'lagandiki bu odam umrniki faoliyat qilib, bu odam haramga keladi, kelgan vaqt o'zida şu vakti üzerinde beni derhal şu Hacer Esvet keldi, Hacer Esvet kep eğer imkan bolsa yani sılap suyup digerledek meni Hacer Esvet'in başlaydı. Şu basılışı bilenla şu Hacer Esvet keldi mi? Kelgen amanamla bu adam terbiye okuş. Şu haj tamattu adamning yadining hem vacipti. Bu haj tamattu adam şu Hacer Esvet'in şundak bu caki kelip şundan başladı mı? Bu adam terbiyeni derhal tok tutu demdi. Eğer haj qiron adam bolsa şu haj qiron adam bolsa bu terbiyeni çünkü o adam şu 13 günü çıkmakçı. Anda oğan boğandaki bu 13 günü bu haj qiron adam terbiyesini men aldığım haj ifratta dep yutildi. Men şu
şeytanga birinci katım taş atkan aman terbiyesi tok tutudu. Endi bu hac temettu qilgan adam endi ömürge qilgan ekan hajga emas. Bu adamniki o'zi terbiyeni şu Hajar Aswadga kelgan vaqtdagi o'zidala buni bu yerda tok tutudu endi. Bu yerda tok tutib, shunga bu adam bu yerda tavob qildi. Safa Marvaniki orlig'ini say qildi. Say qilib bo'lgandan keyin bu adam anadan keyin shu yerdan aniki ömrüniki faoliyat tugandan keyin agar imkon bo'lsa bu odamga beshini tushirgan eng yaxshi. Agar imkon bo'lmasa u odamga men tushirmaydim desa qisqartish kerak. Shuning bilan anadan keyin bu adam bu yerda ömrdan chiqqan bo'ladi. Men ihramdan chiqdi bu adam, chiqib ham mana halol bo'ladi. Bo'lgandan keyin anadan keyin bu adam shu bilan turdan ihramsiz. İhramsız haramda tuğandan keyin 8. günü kelgan vaqtning o'zida anadagi bu adam shu turib atgan, nerede tuğan bo'lsa shu tuğan joydan ya hotel yoki Rabat ya boshqa bir joy bo'lib qolgan bo'lsa, mana shu yerdan ihrom bog'lab 8. kuni Zilhijjaniki atdiganda bu adam Mina qarab mana chiqdi endi. Shundan keyin Mina qarab chiqqandan keyin ana oldingi haj ifrot ham haj qirandi deganimizdek mana shu bir kech kunduz u yerda tuğandan keyin atdiganda anadagi 9. kuni Arafatga chiqib, Arafatda anadagi kun o'ltirish hamma bu adam Muzdalifga kelib, Muzdalifdan Bamdodni o'qib, anadagi keyin aqargandan keyin anadagi keyin Minaga berib, Minaga borgandan keyin u yerda shaytonga tashadi. Shunga bu yerda uni yenib kelib, uningdagi qurbonlik qilib, beshini tushirib, andagi tavob ifozat buni qilib, anadagi bu adam u yerda ihromdan chiqqan cho'p bo'ladi. Mana bu haj temettu deb hisoblanadi. Yani bir xil ibadette bu adam bir xil holatda ikki xil ibodatni qilib olgan bo'ldi. Shu paydagan, foydali haj degani shu. Yani hem hajni hem ömürni qilib olgan bo'ldi. Bu ikki foydani olib olgan bo'ldi. Mana bundaq hajniki o'zini haj temettu deymiz endi. Bu haj temettu qilgan odamga nisbatan meni qurbonlik qilish vojib, chunki u odam ömür qilishdan iborat bo'lgan bu foydani olgan bo'lgandan keyin bunu qurbonlik qildi endi 13 kuni. Eğer bu adamniki o'zi endi qurbonlik qilishda ojiz ekan, ya puli yo'q, shunda bir kambag'al bir odam ekan, ya puli yetib ketibdi qilay desa, bunda vaqtniki o'zida bu odam qanday qiladi? Ya'ni hajni qiranni qilgandek, ya'ni Arafatdan burun haramda turib 3 kun ro'za tutadi. Undan keyin shu yilki haj faoliyati tugagandan keyin bu odam haj faoliyati tugagandan keyin bu odam ya haramda ya uy bağa vaqtniki o'zida anadaki 7 kun ro'za tutadi. Eğer bu adam haj temettu qilib qurbonlik qilishga imkoniyati yo'qkan, ashunda men qurbonlik qilaman deb o'ltirib yo'qkan, yo'qtirib endi men 3 kun ro'za tutaman deb o'ltirib bu odamniki o'zi uxmay yoki 8, 9, 10 men 13 kun ro'za tutishga bo'lmaydi. Shu 2 kun ya 1 kun uytib ketgan bo'lsa bu odam 3 kunni tutamagan bo'ladi. Bu tutamaganga asosan bu odamni qaytadan yeni bir qurbonlik qilish bu yerda vojibchi bo'ladi endi. Endi bu haj temettu qilgan odamniki o'zi asl hajniki faoliyatida ana imkon bor bu odamlarniki o'zi mana haj qilaman degan bo'lgandan keyin mushta qurbonlik qilish vojib bo'lgandan keyin shu ihrom bog'lash yoki uydan chiqqan vaqtning o'zida men buni shu haramga olib kirib ash Minoda bo'g'izlayman deb mushu kala yoki to'ga deganidek mushundoq hayvonni birga yetlab etmoqdan buni hadi deydi endi. Endi hadi degan vaqtning o'zida bu adam shu haj temettu qilmoqchi bo'lgan odamniki bo'ldi. Ama aşağı baraman deganda, aşağı berib qurbonlik qilaman deganda ko'ra agar imkon bo'lsa bu odam shu uydan chiqqan vaqtning o'zida ashunda qurbonlik qilmoqchi bo'lgan hayvonni billa haydab olib kirib anadagi qurbonlik qilgan eng yaxshi. Nimishqa shu odamniki uydan chiqib shu bag'ishlik orliqda bergan, uni sug'organ hamma narsa u odamga savob yoziladi endi. Qurbonlik qilaman degandan keyin. Shuning uchun bunday qilish bu afzal. Endi hozirgi kunda bunday ish ya'ni asos bo'lmaydigan bo'ldi, ammo şu haramning atrofidagi kishilar bo'lib qolsa bo'ladi. Hozir endi pulga hisoblab, manchi pul, anchi pul deb qiladigan bo'ldi. Endi bu odam mushundoq qurbonlik qilgan hayvonniki o'zini bu odam yetlab olmagan bo'lsa, bu odam shu mana shu qurbonni qilmagichilik hargiz halol bo'lmaydi endi. Halol bo'lmaydi. Halol bo'lmay, andan keyin bu odam shuning bilan u qurbonlik qilgan narsamdi. Haj temettu qilgan bo'lsa-mu bu odam uçağınızda halal olmaydı. Yani ihramda çıkmaydı. İhramda çıkmayı 13 günüze o adam nemede çıkan buludu, ihramda çıkan buludu. Çünkü
o adam o'ziki yenigan mushu hajida faoliyatlar men qurbonlik qilaman. Ma hayvonni degan bo'lgandan keyin u adam ömrünü qilib bo'lgandan keyin, u hayvon bo'lgandan keyin aslida bu adam shu hajniki o'zini haj qiron kelish kerakdi. Ammo bu adam qanday bo'ldi? Endi tamattu qilib qolgandan keyin, agar shu tamattu qilmoqchi bo'lgan odamniki mana o'zida shundoq hayvon bo'lgan bo'lsa, mana qurbonlik qilaman deb, bu chan o'zida mana 8 mana shu ömrüniki faoliyat tugitib, uni ihramdan chiqmay, o adam 10-9-8 kuni chiqib, 10 kuni minaga olib, anadaki bu adamniki o'zi bu yerda qurbonlikni cho'ng andikin qiladi. Anadikin bu yilqi miqat dedik, endi bu chunki bu adamniki o'zi haj tamattuqa adamniki o'zini biz endi shu tug'an joyniki o'zidan men ihrom bog'laydi dedik. Anda o'g'aldiki shu chunki u adam shu haramga kelgandan keyin umr qilib anaga tug'gandan keyin hajgichlik bu adam u yerda muqim adam hisoblanadi. Muqim adam hisoblangan bo'lgandan keyin bunga nisbatan u adam mana shu chani o'zida bunga adam bu yerda shunga bu yilqi ashadin o'zidan ihrom bog'laydi chunki u Makkalik deb hisoblanadi shar'iy tarafdan. Bu miqatniki ichida bo'lgandan keyin, ya'ni demak Makkalik bir adam men haj qilaman degan bo'lsa, u adam Makkada yashaydigan adam ekan. Makkada iqomatlik turibdi bir qancha yil uzun muddat. Mana bundaq adam mana haj qilaman degan bo'lsa, bu odamniki haj qilgan shu miqat ay nerede tug'an bo'lsa, shu yerda ihrom bo'lib chiqish. Bu Makkalikniki ishi. Biz endi yuqorida deyotganimiz Makkalik emas, Makka rayonuniki, ya'ni Makka shahriniki sirtidagi kishilar, ya'ni afaqiy deydi, buni qartilayotgan gap endi. Endi bu Makkalik odamniki mesela ömür qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu odamniki mana ihrom bog'lagan joyi yil deb atiladi. Ya'ni biz o'tganda dedik, bu haram to'rtchasi bir uy, buniki to'rtchasi uy bu Ka'ba deb atiladi. Haram degan endi bu Ka'baning atrofida shunda bir dumbulas suzuq atrofi haram hudud. Hududu haram deydi endi. Ya'ni bu nihoyat muqaddas joy. Bu yerda urush talash qilishgan, mana bu yerda unda xato adam o'ltirish va kaza qilishga qat'iy bo'lmaydi endi. Mushning ichida bir adam bir gunoh ish qilib qo'ygan bo'lsa, qancha qata gunoh ish qilganligini bu yerda yoziladi. Bu yerda yoziladi. Inshaalloh bu to'g'riligini ayrim to'xtalishimiz mumkin inshaalloh. Ana o'g'andan keyin bu Makkalik adam men umr qilmayman. Bu haramning hududi bo'lgan bo'ladi. Bu Makkalik adamniki o'zi shu umr qilmoqchi bo'lsa, bu adam yilga chiqadi. Men haramniki hududiniki chegarasidagi sirtga chiqib, ya'ni mushagi chiqadi, ya'ni hozirgidek, ya'ni umr masjidi deydi. Umr masjidi degan haramning hududiniki sirtida. Ya'ni shu qayerga bo'lsin, haramniki hududining sirtga chiqib, bu Makkalik adam u yerga umrga ihromcho bog'laydi. Ya'ni masalan Jiddada bog'lasa mayli, nerede bog'lasa shu mayli endi. Ana o'g'andaki bu haramniki hududining ichi qilmay sirt chiqadi. Ammo haj qilmoqchi bo'lsa, bu adam tug'an joyidan ashadil ihrom bog'laydi. Bu odamniki o miqatga berib yoki shu miqatning ichidagi odamlarning miqatga berishlikka hojati yo'q. Mana bu, ya'ni haj tamattu degan bu shaklda mana qilinadi. Ya'ni demak biz ham ihrom bog'lagan vaqtning o'zidan ya ihrom bog'lashlikka oldida obdan niyat qilib biz qaysi hajni qilmoqchi, haj ifrotmi yo haj tamattumi yoki haj qironmi, buni bilib olishimiz kerak. Shu shaklda qilishimiz kerak. Endi bu shaklda qilgan bo'lsak, endi payg'ambar alayhisolamniki shu deganidek mana shu haj faoliyati to'g'ri bir shaklda xuzu anni manasikakum degan hadis hasan to'g'ri shaklda qilgan bo'lamiz. Shuni birlikda anadikin hajimiz inshaalloh Alloh qabul qiladi. Shuni bizniki mana opamizning tug'ilgandek bir pokiz holatga kelamiz. Bo'lmasa-chu haj desa qarz qilib tamattuni o'qimayni qilsak, bu chanimizda obdan bo'lmaydi. Agar bu jarayonda u odam bilmaslik kelgan bir ishlarni qilib qolgan bo'lsa, u boshqa. Ammo imkoniyati va bilishga, so'rashga, buning uchun uni o'zirchi bo'lmaydi. Shuning uchun haj qilmoqchi bo'lgan odam yo umr qilmoqchi bo'lgan odam jazman haj faoliyati to'liq bir shaklda mushta bilib turib, tushunib turib, o'qib turib qilish kerak. Chunki biz hamda shunda jirohiyada kelgan bo'lgandagi bir qancha iqtisodni sarf qilib, bunga qarshi jazman ibodatimiz maqbul bo'lgan bir holat qilishimiz kerak. Bizdeki bu qatamki dersimiz müşahitlik olsun ve yine bir qatar görüşkişiler her birine Allah'a emanet kıldık ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.